إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat, bugün hutbemizin beşi yanala Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Her bir Allah'ın beytiye özünün kılmıkıl dünya meselesindeki arzu, dünya meselesindeki tartışlağı boy vermey Allah'ın beyti kilip öz üstündeki işkereket farz-ı ilahiyini ibaret cümle namazını okuşup gelgen her bir çoğun küçük cemaatleriniz bolup mu yaş ösmürler her birinlerine Allah'ınki emilliki. Dünyada emillikten ulu iş yok. Emillikten ulu şunun için esselam emillikten ibaret. Tinişlik, hatırcamlık. İnsan emin boğandayken her kanda işe haksız buludu. Ensiz bulurken bu hemmigi malum. Hiç kanda iş yaydı bulmaydı. Şununla billah Allah'ın rahmeti ve bereketi her bir müşahit kadem teşrif kıygan. Özünün dünyadaki arzusunu kesip Allah tarafı yüzlengen müşahit azı boğan cemaatlerimiz gibi olsun. Birinci maddesi bizim salam. Yani her bir cemaat salam verir. İkincisi Cenab-ı Resulullah her kaçan minberge çıkkanda hamdını okugan. Köpünçe okugan hamdisi şu. İnnel hamdelillah. Keskin etkanda hamda yani mahtaş Allah kılıkas. Allah'a hürmet bildiriş bütün mevcudatın üstündeki vazife. Cümleden biz insanların üstümüzdeki vazifemiz. Hem de gaybet emez. Muşu halette özünün hudunu bilmey, Ramazan mı yok, uyat mı yok, haya mı yok, hatta ölümünü eslediğin bir hatırı mı yok kalbi yürüyatkan bizim karındaşlarımızdan hayıtıcık. Şunun karaganda mı her birilerine Allah'ın rahmeti bereketi olsun. Demek hemimizin hamdisi Allah'a. Bizni Allah hayvanat kılmadı. Bizni Allah subhanahu teala özünü tanımaydığın bir mahluk kılmadı. Bizni Allah subhanahu teala müşrikler yani nemini köz Huda koşup ağalarının katırdı kılmadı. Allah bir. Allah'ın başka Allah yok deyden müşrikler hukumga ilgi kıygallık için Allah'a hamd sana. İkinci hamd nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Yani Allah'a hamd etimiz ki Allah'a hürmet bildirimiz ki Allah özüdün yarıdan soraydığın özüdün kişiden soraydığın kıygallık için Allah'a hamd sana etimiz. Biz maza maşayihte endi biz Uygurlarda tafsirsi Ervah Hazreti'ni tafsirdiğen, maza maşayih tafsirdiğen bizim ata babalarımızın bir yaman adeti var idi. Umumen emas, lekin köp sandikiler şu tip. Köp sandikiler şu itikad deydi. Biz o itikadını itiraf kılmayız. Ata ananın hemme doğru işlere biz varis kılıyız. Lekin itikadga xilaf bolgan, ibadet xilaf bolgan işlere varis kılışka biz buyruk yok. Biz onun buyruk yok. Kur'an-ı Kerim'de ve in cahadaka ala en tushrike bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma dedi. Ve sahibuhuma. Atlığa anıgıl hürmet kılışın dep bulup ve in cahadaka ala en tushrike bi ma laysa laka bihi ilm. Eğer ata ananın ve oturumda bir mücadele fayda bolsa, yani bir talaş tartış fayda bolgan bolsa deydi. Bu fakat Allah hakkıda. Allah'ın birlik barlığı hakkıda bir talaş tartış münazara bolup kalgan bolsa, ular itaat kılmalı. Egesme deydi onunla. Biz mana muşu ayet asasen atı boğulumuzun ervahlığı tafsirdiğen, ruhlardan medet soraydiğen, Jimidis ata anamның ruhunu tafsirdim dediğen, mana bunda yaman iştin biz çekçimizin aciltimiz biz öz yolumuzda kelimiz. Yani Kur'an-ı Kerim'nin
hadis Rasulullah'ınki bizga bergan ta'limni asos qilgan aldı. Biz har doim o'qiymizki, hali o'qiymiz endi. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Bu hammamizga ma'lum. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Özleriyle kulchilik qilamiz, ulug' Parvardigor, sizlardan yordam so'raymiz. Kulchilikdan Alloh qilamiz, yordam bo'lsa, ehtiyojimiz bo'lsa Allohga iltijo qilamiz. Endi uchun biz uni inkor qilamiz, shu aqidalarni. Shuning uchun bizni mushrik qilmaganlik Allohga hamd sana. Endi hammamiz mag'firatni Allohdan so'raymiz, kechirimni Allohdan so'raymiz, yordamni Allohdan so'raymiz. Üçüncüsü ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min sayyiati a'malina. Mushu bizni bütün balaga selvatgan nafsimizning yomon tashabbusidan amalimizga, qalbimizga, ruh holatimiz sinib qolgan mushu yomon kitobulloh, sunnati Rasululloh xilaf bo'lgan e'tiqoddan biz fana tilaymiz, yomon e'tiqod. Shu yomon e'tiqodning shumligidan kelgan baloy ofatlardan biz fana tilaymiz. Men yahdihillahu fala mudilla lahu. Kimniki Allah hidayet başlaydigan degan emas. Bir adam hidayet tapaman deyken Allah hidayet berdi. Hidayetin tengib qo'ydigan, satadigan narsa emas. Allah bilan bu haqda so'zlashgan olmaydi. Biz Allah deydikanmiz, Allah ha bandam deydi. Biz demaydikanmiz, Allohning bizga tushadigan ehtiyoji yo'q. Hele biz mush bir sayyorada, bir zimin degan bir planetda, bir yulduzda. Eningdan boshqa milliard hisobi yo'q hozirgi yulduzlarning mush kashf qilinayotgan qaror. Masalan, mush kun sistemasi deydi. 7 milliard yulduz kun var deydi. Hozirgi tadqiqotda. Hozir biz bir kunni bilamiz. Akşamda bir yo'riqlarmi aslan samo yo'li deb qo'ydik haqlar. Samo yo'li emas. Mana mushu ash yo'riqlikning ostida Alloh yaratgan bir yerda mush bizning kunimizdek necha barobar, necha yuz barobar keladigan kunni Alloh yaratdi deydi. Şunundan ağan təsiratını amaz kun bizge koyurdu. Bizge yoruq koyurdu. Demek ma tarafga tushsak biz bunun nihayetiga yetemeymiz. Demek muşularda Allah nimini yarattı? Malaikelerinin qaysi tabaqada yarattı? Eningdan başka ruhanilerni nega o'rinlashtirdi? Bundan bizning xabarimiz yo'q. Ammo biz eng kichik bo'lgan bir sayyor desagan bir inson sonimiz 5 milliard. 5 milliarddan sal. Bizning jinoyat qilmoqimiz bilan bizning yoki ibodat qilmoqimiz Allohdan nuqsa yetadigan yoki Allohga manfaat oladigan hech narsa yo'q. Aile surat deymiz biz. Nimani qilib ekanmiz? O'zimizning nafs uchun qilamiz. O'zimizning Allohning azobidan qutulish uchun qilamiz. Shuning uchun bu yerda va na'udha man yahdihillahu fala mudilla lahu. Allah kimni xolisa hidoyat qildi deganning ma'nosi kim Xudo deydi ekan, albatta uni Alloh xohlaydi. Men yahdihillahu fala mudilla lahu. Allah iltijo qilgan to'g'ri yo'l ma'man degan kishi hech kim azorlanmaydi. Va men yudlil fala hadiya lahu. Kim Allohga asi bo'ladi ekan, Allohning yo'lidan azadi ekan, Allah qilma degan narsani qutul zalolat desaydi ekan, uni qutulgan yo'l yo'q. Hech qanday maxluqning g'avsi yo'q, ya'ni bisimiz yo'q, ya'ni balogardir yo'q. U hilak bo'lgan. Endi musha kelgan vaqtida hammamiz iymon etamizki, nashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Yegani Allohdan boshqa qat'iy Allohning yo'qligiga guvohlik aytamiz. Va nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu va rasuluh. Bizni shu baloyi ofatdan, shu pastgina nejis e'tiqoddan qutuldirgan, Allohning amri bilan bizni tarbiyalagan Hazreti Nabiy muhtaram Muhammad alayhissalatu vassalamga Allohning rahmat bo'lganligiga guvohlik aytamiz. U Muhammad alayhissalom Allohning bandisi, Allohning elchisi. Biz boshqa payg'ambarlarning qavmlaridek o'z payg'ambarni Xudoning faloni hukm demaymiz. Biz islomdagi eng afzal, eng ulug' muqaddas biz taxminlagan ishimiz Muhammad alayhissalatu vassalamni Allohning bandisi, Allohning elchisi, Allohning rasuli deb e'tiqod qilamiz. Uchinchisi, men hozir deb keldim, bizning beshimiz baloy ofat bo'layotgan bid'at masalasi. Xulos qilgan vaqtida biz davomli har haftada shuni izohat beryapmiz. Chunki gunohning kayfi yomon bo'ladi. Gunohning kayfi yomon bo'ladi. Mush yey desak, hasalva Urumchida. Xilma-xil mirabba va, xilma-xil hasalva, qannavat va, ya'ni enondan boshqa yemeklik va. Shuni tashlab qo'yib, faqat shu och qilishi qaramasdan har qishida odamni bormi yo'qmi? Albatta bor. U nima qiladi u? İnsanı vayron qildi. Shuning uchun arabcha gap bor, al-inson harisun ala ma muni'a deydi.
El insan harisun ala ma muni'a. İnsanda şunda bir kaç tabiat var ki, kaç bir ihtiyar. Nemedin men iqilgan bolsa şunu özünü urdu. Nemedin tosulgan bolsa şununga kuşlar uladı bular. Degen gep. Xulasa bizge bid'at yaxshi narsa keltirmedi. Birinci Xudodan ayrıdı. Qanday ayrıdı? Xudo haram deb turgan narsani qilyapmiz. Zati haram emas, lekin istemali haram. Kimga nazrat? Nazrat Qur'oni Karimninki uchuq dalil bilan yufuna bin nazr ve yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ve yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan ve yatiman ve asira. Bir bölük kişiler deydi. Özünün dilideki bir irade kıygan nazirse, yani Xudoning qahridan qo'rqib, mahshar kuni Allohning oldida rasvo bo'lishdan uyulib, mush dunyoda bir tadbir topay, bir yo'l topay deb turib, bir nazirga niyat qilgan bo'lsa, vafo qiladi deydi. Nima uchun? Yawman kana sharruhu mustatiraning ma'nosi shunda bir kuniki, ya'ni mahshar kuni. Har bir insonning nomi amalimiz bo'ynimizga isilib, iqra kitoba kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Ve kulla insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqih. Biz bir yer haq demidi. Men mahfi qildim, yoshirin qildim deganimiz bilan aş bizninki qilgan nomi amalimizni mush bo'ynimizga isib qo'yib turib, Alloh subhanahu va taolo biz andinki maydonga olib turadi. Uni ishonmaymiz. Masalan, madaniy inqilobni hammamiz ko'rdik. Buning da o'ttirib chiqqan odamning bo'yniga asqan narsani hammamiz bilamiz. Bu ushaq balli bilmasmi? Misal o'ttirgan ko'p qismimiz nima ishni qilganligini shulniki. Ular balini yezib bo'yniga astı qalayga, yana bizga achaplab turib. Allah unda qadr xiyonat qilmay. Biz nima qilgan bo'lsak, kiramin katibin mush xolis katibning bizning hamroyimizniki shahodati bilan bizning bo'ynimizga ichiladi. Mana shundan qiyomatning dahshat kunidan qo'rqib turib, shu oxiratda men bir rasvo bo'lmay, ening uchun men mush Allohning nazari tushadigan, Alloh yaxshi ko'radigan, Alloh insonning ishiga sinaq qo'yib qo'ygan mush yetim, asir, miskin degan bir kishilar bor. Shuning bir tamoq beray. Şunun bilan men jinoyatim yurib qolsa ajab emas degan bir gapni akil biz nega o'ylatganda anamizning nazrisi 70'si 40'ı jili. Kimga berdik bir hammamiz bilamiz. Hammamiz bilamiz. Qur'onda anda davtudur. Ve yut'imuna at-ta'ama ala hubbi degan ikinci oyatning tafsiri bular deydi. Mushu Allohdan qo'rqgan kishilar taom berdi deydi. O'zini shu taomga ehtiyoji turib, yesi o'zidan aşmaydi. Özünün ihtiyacı turup şu mahşerning dahshatli kunidan qutulib qolish. Shuni bir amal bo'lamdiki degan umid bilan tamoq berdi. Kimga? Yetim, asir, miskin. Endi Alloh to'sib avliq beringlar deb biz kimga beryapmiz? Bilamdik shuni. Ha? Shu bizga berilmaydiganligi beramdik. Bilmaymiz. Ayıqda aytdiki Alloh subhanahu va taolo İnnemâ nut'imukum livecihillah. İnnemâ nut'imukum livecihillah. Ayşelik ihsan qilgıçılarının namıdın eytidi ki, bular deydi biz Allah'ın rizalık için sizge tamak veriyorsunuz sizge. Sizlerine Allah bizge tapşırgan. Muşuların közüdün yaş çıkıp kalmışsın, dili meclis olup kalmışsın diyenidi. Şunun için muşun neresidin sizge biz tamak veriyorsunuz deydi. Livecihillah. Allah'ın rizalık için. La nuridu minkum ceza'an ve la şukura. Lekin biz bu nazarni qilmoq bilan sizga bermak bilan mahshar kuni biz Alloh subhanahu va taolo arsh aloq chiqib o'tamdiki bizga nihoyat sanoqsiz bir yaxshilik beramdik demaymiz. Faqat Allohning rahmi sizningki siz qilgan yaxshiligingizdan bir rahmi kelib qolamdiki degan umid bilan qildik deydi. Shunday qildik, nazar qilganlar bormisiz? Masalan, birla deb baqin endi. Hem de toyga ketip bakırdık. Kızımız ve oğlumuz kötüydü. Biçarlar 3 yıl muhabbet bağlaydı. Niçin maksat kılanmaydı? Öyle duydu. O öyle 30 yıl öyle tutkan adam düşünsek yapayalım ki. Ha? Yanlışta hacet olmayan eski andın ekiliyat oyna. Bu teşebbüs kimden? Yüreğimizin yeri çıkan oğul kızımızın teşebbüsü bizge. Özel günde münketim yola koyatkan anımga şer'iden çıkıp durup şeriatta bir ketim, iki ketim köreşli ruhsat okudunlu
Koçumu koça, tanışkanımı tanışkana, keyin so'rashib bo'lamda. Allohning amridan chiqdikmi, chiqmabdikmi? Endi nikah qilish kelgan vaqtida bir narsa qustirib o'tish to'g'ri kelib qoladidir. Bugun qilib qo'yni atiganlikka ish bordi desak, u nimaydi ekan bu o'g'illar, qizim nimaydi ekan, o'g'illar nimaydi ekan? Nikah qilib qasım olmaydi deb. Acaba senin 2 yil, 3 yillar hech bo'lmasa 5-6 oy yursa, menda nikah bormi yo'qmi? Mening pardam, men o'tiramda bir Allohning halol harom degan bir chegara bormi yo'qmi deb baqdi shu qizlar. O'g'illar. Endi o'g'illar bilan qizlarni aytsak to'g'ri keladi. Kimni aytlaymiz? Yana bizni. Endi bizni aytlab turish qilganda hamma ikki tarafdan bo'ladi. Har ikki tarafdan bo'ladi. Demak, biz bid'atga cho'kib ketgan bir maxluqmiz. Endi Allohdan bizlar go'shmanchilik ketdi, unmanchilik chiqibdi, falon bo'libdi. Ma ishni tufayli bormi yo'qmi jamiyatimizga? Biz Allohga qanchalik samimiyat bilan muomala qildik deb qo'yib ha? Allohning to'siqi qanchalik rioya qildik deyaldikmi, deyamadikmi? Deyammayapmiz hozir. Darzaqdan so'raydi ekan, Alloh subhanahu va taolo tazi tiqib bo'lib, endi bo'ldimi deb malaikalarga amr qilib, malaikalar so'rasa, hal min mazid deydi ad-do'zax. Yana bormi? Qo'lqosini budab ekansa, yana paslaydi, yana akil silayama. So'ng'iman deydi. Faqat shu darzaqqa o'xshagan bo'lib ketdi hozir. Qani gunoh o'z qiliva deydigan. Demak, mening ma'ga gap qusturilib kelishda bu yerda. Biz mushiga kelgan vaqtidami o'g'illarimizga, qizlarimizga o'zimiz ega olamay, bizning huquqimiz, bizning erkinligimiz, bizning tizginimiz o'g'il qizning qo'liga o'tib qolganligi uchun ash bo'ynimizni bog'langan bir hayvondek bo'ldik endi. Nima deb ma'qul demay, chora yo'q bo'lgan. Buni u bolalarning ko'gini bo'lmaydi. U bolalarning ko'rishimiz shuki, sen kichik emas. Shu qizning qizligini, o'g'alning o'g'alligini tepib, shuni birga o'tash ko'zdan yetganlik uchun bir-birini ixtiyor qilishding endi. Endi shar'ining taklifi edi, bir kun oldin nikoh qilib qo'ying desak, unimasga nima haqqi bor buningki? Nima haqqi bor? Nikoh qilsa bo'lmaydi degan dalil nima? Nima dalili bor bularningki? Hazreti Aisha Siddiq radhiyallohu ta'ala anha janob 3 yil nikoh qilib bo'lib 3 yildan keyin o'lib yetkab keldi ya buni. Qaysi shariat bu? Shariatni tutmaslik isyonmi yo bu savob ishimizga? Ha? Jinoyatmi yo savob ishmi? Jinoyat. Bir kun ichimaydi ya hazır. Bir kun ichimaydi. Demak, mush xususdimi biz ota-onalarning balla oldidagi, demak bizning ishimiz murakkab. Balin desak dadolar anisi tug'an, ana bilan balin desak dadasi tug'an. Demak, bu hamma tarafimiz mushu mulavvas bo'lib ketgan. Xudalik xalos ketgan odamning bir yer saqlamda. Hamma yer bo'lib ketdi bizim. Yana shunda bo'lmuş qalbimiz saqlabdiki, Alloh deydiğanga. Allah deydiğen Xudayimiz tilimiz saqlabdi. Degan bilan yana shu amal qilmaymiz. Böyle deymiz endi fal asrning tafsirida. Demak, bid'at masalasiga gitimiz mayon ketib qoldi. Biz mushu masalada shariat nima dedi? Shariatning mushundagi ruxsati nima ekan? Shu shariatning mushu haqda qo'ygan to'saq bormi yoki bizga targ'ibot bormi deydigan biror odam chiqib boqmadi. Nima desa tushdan keyingi o'ltirash qildigan g'am hali bolalarda. Dadiston mehmon kelib qolsa qanday qilamiz degan oldir. Hadab nikoh qilay davasa soati qarab o'tgan. Ma balamga bir shariatning halol harom bo'ladigan bo'lmaydigan gapni bir deb bering deydigan biror odammi yo'q ekan. Vaqt biz dedi endan keyin chiqmadi unda odamni. Demak biz o'zimizning haddini sal bilib olmasak, Xudo bilan tan kelinmaymiz. Kelamizmi ya? Tatmaqdan boshqa gap yo'q Allohning kelgan vaqtida. O'lchamba Qur'onning butun tarafida biz o'zimiz tuzmaydi ekanmiz, Alloh tuzaydi. Alloh tuzganda o'zining qudratimiz xalqning qo'li bilan bizni tuzaydi. Boshqalarning qo'li bilan bizni tuzaydi. Hayır, bid'at bizga yaxshi natija bermaydi, jamoat. Bizga yaxshi natija bermaydi. Mavlud desam, men o'shigan jannat o'ngan chiqimga davzaqni chapgan chiqimga telib olgan gal vaqtini gapimiz. Sal yagi dasta yugurimiz. Nima? Mavlud o'qiymiz. Mavlud degan nima edi? Rasulullohning tarjima hali.
Kima bu? Kimning balasi? Anası kim? Dadası kim? Şoğanası kim? Şoğdadısı kim? Bunu berip kimning nevrisi, kimning ajdadi dese İbrahim peygamber ve İsmail aleyhisselamның nevrisi degan gap chiqadi. İkinci babı şu. Üçüncüde Resulullah dünyaya keldiğin vaxtdagi alametler. Dördüncüsü Resulullah tug'ilgan vaxtdagi alamet. Beşincisi tug'ilgan vaqt qanday tushganligi endi ash adam tasavvur qildi. 600 yildan keyin kelgan bir odamning tasavvurati bir yozuvchi endi odam olim Ja'far degan. Endi buningga amroq. Nima uchun amroq bo'lar? O'qib bo'lgandan keyin pul qo'ydi konverti bor. Hali bizning qilgan faoliyatimiz, masalan, Allohu akbar deb rukuga borsa qo'lni manda qilar ekan, anda qilar ekan. Payg'ambarimiz qilgina buni. Sura Fatihani o'qib bo'lgandan keyin Hazrati Jibril alayhissalatu vassalam va g'ayril mag'dubi alayhim va dallin deb bo'lgandan keyin ya Muhammad va dallin keyin amin dedi Rasululloh, amin dedi. Rasululloh buni ashabi kiramga o'rgatdi. Ashabi kiramni qag'alib o'tib shu o'rganib kelib, bugun 1400 necha yildan keyin navbat bizga kelgan, biz desa shu bizning degan aminimizga chidayolmayotdi ya. Rafiyat qilsak bunga chidamayotdi. Sabbar ishorat tafsirmaydi. Namozning o'ttirishini, ruku bilan sajdaning, ruku bilan qiyomning, sajda bilan sajda arasida o'ttirishda o'ttirsak tam bo'lmaydi bunga. Acaba ma'nunga qarshi ekan. Hele quruq gapini o'qib berganga pul berib qo'ysa bu obdan ekan. Qo'ldan jamoatmish gaplar. Ha? Peygamberimiz bunda mavludun biraz ming qatim bezar. Bunda saqsipaz aslashtin. Rasululloh nima lazım? Rasululloh nimani qilgan bo'lsa biz shuni qiladiganmiz, biz ummatga yaraymiz. Biz bir sunnat musharraf qiladiganmiz şu anda Allah subhanahu wa ta'ala bizning shu qilgan amalimizni ya Muhammad, ayş benden senin ummeting bo'lish bilan senin bir sunnatingni ijro qildi deb Alloh ko'rsatdi. Hozir mushrik Amerika deymiz, Fransiya deymiz, Angliya deymiz, falan deymiz, bugün deymiz. Shularning narsani televizor tarqatib o'tindi. Jahannamning qaysi bo'lin pishirdi bo'lsa shuni televizor ichida astaqshon beryapti deya ko'rsatdi. Bandiq qilgan narsa. Alloh ko'rsatmasin sizlarning qilgan ishimizni. Ay mozaydek oturup hiç misin bunlar lokkan oksa şu namazımı göster. Ey Muhammed sen ümmetin aşında kıyamedin aşında degen de Resulullah kendine bunu ahaneti. Hatta Hazreti İsa'ya Cenab-ı Allah kaydı. Ve iz qalallahu ya İsa ibn Meryem a ente kulte linnas ve ummiye ilahini min dunillah. Ey dedi. Ey İsa sen öz kavmine meni anamni Xudo deganda buyurganmiding davti deya? Ha? İsa alayhissalom degan bo'lg'imidi? Kim qilyapti shuni? Xirist, ashno ummat bo'lgan badbaxtning qiyinini payg'ambarga davti Alloh bilmasdan demaydi emas. Bu tanbih hammamizga. Bizmi payg'ambarimiz nimani qilgan bo'lsa shuni qilish. Peygamberimiz kılmaganını kılmaslık bilen biz Resulullah'a Allah bizni tanıştırdı. Andın ki mahşer günü bağında Allah subhanahu ve teala Resulullah dedi. Endi sen şefaat kıldığın vaktin geldi ya Muhammed. Endi kıl dedi. Ay biz qaysi işini kılışta Resulullah'a itikat kılgan halda. Resulullah kıtken Allah'ın Resulü elçisi süpütülen. Ben muşunu Resulullah'ın miras süpütülen. Ben kılman degen itikat ile kılgan bolsa iman kıtken ben kıldım. Kılmaganlıca İmam Azam kılmadı ki ben kılmadım. İmam Azam kılmadı degen gepler. Aşağıya bağında bu davanın ki biz üstüge barımız. Demek bu mevlütün çıkıp kaldı. Mevlüt okuşka amrak Resulullah'ın kılgan kılıkını kılışka ülüşki razı ki bunu kılmaydı. Her kandığı büyükünde 10 yag vardı yüklük palaş. Mevlüt okuyuşlar. Bizden atı bulmanız bir gepi var. Hasenekam atacak. Neydi ayağına? Amıtı tatlı. Acayip bu hele ki bir mevlüt okuttuğunda kuşların korda kılan pul atasık yine onun kendisi pul bilen. Resulullah'ın kıygan iş acayip bir lavzi ki ne bu? Ve numus mu? Ha? Kolunu kötügen. Allah sizden baş işlem yok ben teslim oldum degen böyle rukuğu varınızda biz. Kaysi deliller red kıla alaysan? İmam-ı Azam kılmıgan. İmam-ı Azam İmam-ı Azam çoğu peygamberimiz çoğu. Kim çoğu? İmam-ı Azam'ın kışı kubtanının tartın bomdat okudu degen geptin nem degen gep çıkıda. Atan karagay degen gep çıkanda. Nem degen çıkıda.
Qo'qqanlikdan qilayotgan gap bu. 40 yilmi 40 kunmi biz o'qimaymiz, ammo tarjima holida shunday gap bor. 40 yil qismi vaqtdan tarjima bunda o'qimoqni tasgap u. Demak, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Janobi Allohga bo'lgan e'tiqodi, Rasulullohga bo'lgan taslimiyati, ya'ni Rasulullohni qabul qilishi intayin bo'lganligi uchun bu zot Rasululloh haq hech qanday narsa demaydi. Qandaqdir bugungi maxluqlar Rasululloh chiqib Imom Azamni so'qqashga kelyotdi. Müşrikning beshi bilan yo'lbarsning beshi o'xshamda. Gapni so'ragan o'ylab javob berdi. Müşrikning xulqi, mas'ul burutlari, yo'lbarsni ko'rganlar bormi? O'xshamdi. Ay müşrik bilan yo'lbarsning aldagi mush so'qashtirgan deyish qanday gap bo'lar? Ha? İki müşrikning kuchi yetami bu yo'lbarsga? Tavba. Mana mushunga bizning qanchalik iymonning borligi. Shu la ilaha illallohni aqsimi keladi. Shu Muhammadur Rasululloh deganda nada da'vatimiz uni? Qaysi tushuncha bilan da'vatimiz? Ha? Qaysi tushuncha bilan da'vatimiz? Buni o'ylash lozim. Buni hisobi bor buningki. Tasvini kunni tatbiq biramning ishini o'tkazishning hojati yo'q. Ay bir qatimda ishinibda buni. Bir qatimda qalbing qanoat qilsin. Qaz yo'g'on juni, paxtliq chapanni chiqib olsalik, yog'ashni chiqib o'tamiz undan. Ha? Xuddi shuningdek qalbimiz qitib ketgan, quruq tasvini tutib olgan subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh muhammadur rasul. Bunda rangvozlik, musulmonchilik yaramaydi bizga. Har bir Alloh deganda badanimizning bir ta'sirotini qo'zg'alishi. Muhammadur Rasululloh deganda yana shuning loyiq meni gumrohlikdan, zalolatdan qutqazgan kishi shu zotgan Muhammad alayhisalom. Ening uchun shuningki Allohning elchisi ekanligidan ishonaman degan gapni qalbi bilan deyalisak, andin u degan gapni o'ringa bosadi. Andin bir o'rin tutib joy tutalaydi bu. Xayr. Ba'zi odamlar shuni tutib turgan ishimiz zo'r ekan. 5 minut var ekan deydigan gap bilan kitobni kechiktirib qo'ysak, bu savob bo'lmaydi bunaqa. Ba'zi nadonlar atgan 10 soat yemek aldirib ketib nega bortang deydi. Payg'ambarimiz dindatida tajilul iftar deydi. İftar aldıranlar deydi. Nega aldiraymiz? Kun ochib iftar qilamdiq. Yo'q. İza garabatish shams. Shun o'ltirdi ekan iftar bo'ladi. Shun o'ltirdi ekan iftar bo'ladi. Ening uchun uni bog'lab qo'yib bo'lmaydi. Endi Xudo bizni ko'z bergan, aql bergan, hisobot bilindiq. Soatimizdan tuning qancha qilgan bo'lsa, shuni 1,5 minut tarqatsak bo'ladi. 1,5 minut, 2 minut tarqatsak bo'ladi. Endi saharni deb beraylik desak, saharni ba'zilar oqshomda yeb oladi. Kechida qopashni egri keladi. Rasululloh bu mushu oqshom yeb yotganligini Ramazonda nuqson dedi. Xasara deb qo'ydi. Bu kishi ziyon tortdi deydi. Nima uchun? Qop degan vaqt qopib, ye degan vaqt yeyish lozim dedi. Nima dedi Alloh? Va kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Summa atimmus siyama ila al-layl. Oyat bu. Shamashatning gibi emas bu. Yanglar dedi. İçinlar. Nay yesek çay içsek bo'lamda. Çay içsek nay yesek bo'lamda. Shu ishni qo'shib, ham ye, iç dedi. Qachon qilsiz hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ayshamda shunda belgi bir jip tatiladi. Shu vaqt yanglar dedi. Allah shunda davat akşam nima qilib vaqt qopab. Xo'tan alani deb qaplab yevilib kar kechish uxlab maydi buzilib. An bamdat qilib chiqqandan yetib. Ma qanda bo'ladi? Bedarlik bilan men sahar turaman. Shu sahar turib Ramazonni ado qilishdan Allohning men ustim qo'ygan bamdatni o'qiyman degan qaysi bedarlik o'sharroq bo'ladi. Mana mana. Ening uchun ma'nunda boshqa nima yo'q. Buning da saatimiz var. Abi saat yok, öymü yok hazırında. Nahit kimdi? Birer persen öydü yoktu. Bu Muhammed'in koldu ba, öydü ba. Bu asını buladı mı şu Ramazan tüpeyledi. Hem daha hazır müşterikde ötken ettim diyen, yani tek biz sel baldıra okuyumuz namazını. Tek biz namaz okup çıksak mı aldırıp ayan yorulup çekmeyiz. Şu haramda bu kanda zimin okumadım ben çünkü Kabe'ni ben başına ötep kaldı. Zeminin kap oturusuyla hesaplandı. Coğrafi alimleri.
Qap o'ttirisiga Alloh o'zining qudrati bilan Ka'bani bekitgandir. Mana mushabba subi yurib 1,5 soat o'tgandan keyin andin u 40 sant 50 sant ko'tarildi yo'ruqliq. Shuningda masalan haramda namoz o'qib yataqqa ketganlar ash misqalaning oyog'idagi atish navbatiga yaliga shu atish Qashqarobod atish Qashqarobod deydiganlar bor. Kumkar mahallasida. Shularga bag'ishilik 1 soatda boradi. Aldırmay mangan dikin. Şu vaktin to'liq yurib yetemeydi. Demek sahar vaktini sab taturak qilish. An uni Janob Rasululloh tajilul iftar va ta'xiras sahur deb bekitgan. İftarga aldıranglar, saharlikni kechiktiringlar. Ash tong'i yo'lab qilinglar deydi. Buning bizning ziyni yo'q. Ammo hozir xalqlar buni unamaydi. Bizning ota-bobolarimiz iftar yulduzi chiqdi deydigan bir odam o'ylab turgan o'zida. Yıldız çıktınız, vay çıktı ayet andın amin de daha kıldıran. Şöyle, şimdi umut okuydu. Ha? Şu gün oturup kançı vakti çıkar şu yıldız. 10 minut öte mi? Bana müşahidli bizden ketkilik koygan tarafımız yok. En için bizim halin müşkende bolsa, işte yıldız dedi antık at koyu bağalığı. Ne dikin bu gel? Ay bizning imanimiz, bizning dinimiz, bizning e'tiqodimiz rivoyat ilalloh. Rustum dastamlar Afrosiyevning soqishlik hikoyani anglagandek anglatib kelgan din bizniki. Shuning uchun mening vaqti bu. Endi zakat masalasi kelib qoladi. Hozir jiq odam mendan so'rayotdi. Xalq pul berdi ekan bular. Pulni vaqtida bermaydi ekan. Bermamsan biz beraman deydi ekan, degan vaqtda bermaydi ekan. Mushning qanday qilamiz degan nahayt dedi menga. Başka yerden bağlandı. Aş pul şu kişinin ilgili buladigan şu adam ikrar kıldıken ben de pulun bağda. O pul aş kişininki namıyla zakat verildi onun. Zakat verildi. Kıldı mı? Tanıdıken ya ki yiyiliş kastı bilen buladiken yiyiliş kastı bilen vermeydiken malum bulan şu adaptır vermeydiğin adamın şekilden kıyafetlerden onundan hüccet iliş lazım. Çünkü karzda Allah subhanahu teala Bakara suresinin ayığında Estaizu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyühellezine amanu İza tedayentum bideynin ila ecelin musamman fektubuh dedi. Allah'ın birliği işlenigen kişiler dedi. İman, ehli imanlar. Bir-birinizden ilim bilen kaz iliştiğin vaxtınızda dedi. Bunu da dedi Allah. İla ecelin musamman. Bir vakit belgile dedi. Fektubuh. Şu belgilegen vakit ya birinci ayının 30'u birimen, ya üçüncü ayının 2'si birimen, ya 5'i birimen, ya demek falan vakti birimen degendikin şu müddetini dikti durup onundan hüccet, yaz degen olmaz hüccet al degen bulur. Ben bazılarını sorsam hüccet alamayın onunla ilim birim kılavatkan dedi. En onu özlerine işiyken dedim bazılarına ben. Bir emas cık adam geldim işte orada. Demir 2 yıl oldu, 3 yıl oldu. Hadi sen bana deydi, iğne deydi o deydiğen. Endi bazılar yap kaçıp ketkenler var iken. Endi kaçıp ketkenlerin kimi onu bu adamga astak bulmaydı. Onu bu adamga astak bulmaydı. Aş kaçkanlık ne degen buladı? Bermeymen dep kaçıdı o. En olsa aşının atış lazım. Ve bir narsa benim bugün dep koyuşumdaki maksat kim bilen kim alakalı diken Xudanın gibi anlamdık alamamdık. Elim benim kısanı kandak kılın dep Xudayın. Hüccetleşinler. Hata mı ya bu? He? Pul lazım iken hüccet veriş lazım. Pulu obdan hüccet taskelinde hüccet verişin numus kış, numus kastın pul soraydı. Davli mi davli emasın şu? He? Pul soraşkı sen muhtaç ikensen hüccet yizip bak olağa. Ya 5 ayda birimen, ya 1 ayda birimen, ya 1 yılda birimen. Hem de zakat, milyon zakatın 10 koyulap deydi. Karzı hasını veriş afzal deydi. Kuşlu mu? Bir adam 1 milyon karz veripti. Birişke. Yani bir adam yandırmaslıkı 10 koy veripti. Sanda karşı çoğun. 10 koy bergeninin sahibi anıp 7 hasta artık deydi ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek karzı hasını boğan bolsa o yolu başka. Ama ticaret falan degen ki onun da hüccet kıtbasa deyiş pul egisinin hakkı. Hani onun kılmay kongan ayağı varsa ya kongan ayak tutusu oludu. Ya Allah'ın şeriatının ayak tutusu oludu.
Allah'ın şeriatı ayıs qanday qilsa bo'ladi? Hujjat asli bo'ladi. Hujjat basamiz. Kishini ayag'andan keyin u datni o'zi tasdi bo'ladi. Men deb deyman degandan keyin shariatni e'tibor qilmay, akishning hurmatini, o'zini e'tibor olgandan keyin uni hujjatlar qilmay, bas uni endi datisi bo'laman. Ha? Bo'lmaydi. Xolos nima? Allohning shariatidan maqsad boshqa sataq bormi ekan? Hujjat bo'lgandan keyin nega basaq aqidi pul? Nega basaq aqidi? Bir odam bilan do'st, biz abadiy do'st bo'lib keta olamdik. Ha? Bir odam bilan dushman, abad dushman keta olamdik. Uning sabablari bor. Shu sabab hal bo'lganda dushmanlik tutadi yoki do'stlik tutadi. Bu hammasi sababga bog'liq narsalar. Miqdor masalasiga kelsak, bultumi degan buni. Bu yerda oltin bilan kumushni qimmat qiladi. Bu qog'oz pulni dunyoda bu pul jiqmish 180 lik davlat hammasi o'z oldiga pul bor buniki. Bir davlatning sharoiti bilan uning iqtisodiy ahvoli ikkinchi davlatga o'xshamaydi. Ash oltin kumush qimmat. 20 misqal oltin. Anda baldo misqal deb setib oladiganda bu haqida hozir kadamdo nima deydigan gap chiqdi. Buning bazarini o'zi bilmasa, shu 20 misqal oltin qancha bo'lgan bo'lsa, ash puli va oltini va adam shuni hisoblab ko'rsa bo'ladi. Qancha bo'lgan bo'lsa, shuningdan 20 misqalga yarim misqal. Ma Xudoyimning shafaqatini qarab boqing. Ash 20 dan 2ni ba. 3ni ba deyalamti. 20 misqalga yarim misqal ya. Bizni ayaptimi? Ayamaptimi ya Xudoyim? Biz Xudoyni ayaptimi? Ha? Pulni men topgan deymiz ha? Endi shu insonni pulni o'zibdi, kim yaratgan bu o'zi yaratganmi shu kishilarniki? Bunlar emas. Demak, oltin 20 misqalga yarim misqal. 19 misqal zakat kelmaydi ham anada. Mush ishni surishtirsak, bizga Xudoning taqdiri gapi bor. Lekin Alloh arhamur rohimin. Alloh xoliqi muxtar. Yaratdi ixtiyor o'zida. Tutdi. Ya dunyo tutdi, ya oxirat tutdi. Yer oxirat tutganligi aniq. Ma dunyo tutdi, dunyo tutishki ibrat uchun tutdi. Qog'inimizni shu o'tdan saqlab qolish uchun. Ammo oxirat u naq maydon u. Ma maydon, ma hayot maydoni bu jazo maydoni emas. Bu yerda biz uni jazolab qo'ygan Xudo emas. Shuning uchun nima qilsak ketyapmiz. Kumushni 200 tanga deydi. O şu tengi degan gapni ming xil 180 lik so'm 180 lik puli bor buning. Ay oltinni qilsak, kumush uni bilan barobar amal bo'lmaydi. Birini tutsak hammasi chiqadi. Endi va charog'ga qarab baqsak, masalan 40 qo'y bo'lsa 39 kelmaydi. 40 qo'yga bir qo'y. 40 qo'y degan taxminan qancha pul bo'lar? Hozir mush bozorda o'rta qo'ylar. Semizmi emas, bak daqimi emas qo'ylar. Ha? 40 qo'y degan qancha bo'ladi? Ha? Ağaçların bir qo'ya 10 ming qo'ydilmi? 16 ming qo'yga 400 qo'y bering desa, beratamdi shuni. Shunimi nima? Bir qo'y açtaq qo'yaymi? Bizdan uyoq döngigan, birdan buyoq döngigan. An bir odamning pulda qo'lda 5 ming qo'y ya 3 ming qo'y pul zakat bermaymiz. Nimasi berilmaydi demaymiz. U o'zining shu iymon bo'lgan nimasi. Lekin shu pulning nisobi oltin qancha bo'ldi? 20 k oltin uni bu yerda hisob o'tolmaymiz. Kögünün 5 kögüge bir nima? Kalaning 30 ga bir mozay. 30 kala degan qancha bo'ladi? Bu jiqin bo'lib ketdim nima bu? Endi dehqonning kilosi 622 kilo. Ay dak alimidin ish bo'lganidan andin uningga o'shni beradi. Endi boshqa üzüm deymiz, xorma deymiz va boshqalar. Ilim sitim mata deb qo'ydi, hozir tovarni deb qo'ydigan bir ketdi bizlar. Arabçada mata degan elif satılgan narsa. Demek, mana mushuni har bir odam o'z o'lchisi bo'ladi. Buningga hiyla qilsak bo'lmaydi. Hiyla qilsak bo'lmaydi. Ba'zilar ota-onasi bergan narsani hisob shu zakat hisoblaydiganlar bor o'xshaydi. Ma ham xiyolni qilmaydi. Qati ado topmaydi, ham gunohi kabir otaga zakat bersa ya anaga. Ota bilan ana balaga zakat bersa to'g'ri emas. Ammo bu yerda narsani aytib qo'yish to'g'ri keldi. Hatun boy, erken bayar. Mavas hatun
zakatni ergi bas bo'ladi. Endi xotin kambag'al, er boy. Xotinning butun narsa erning ustiga. Zakat xotinga dursulmaydi. Uqildimi gap? Mushunda adamning bag'ushi mana keldi, shunda mujmalrak haq mushunda qildi ekan. Balasini qilgan to'yini yo'shna bizimni zakat hisoblabdi. Nauzu billah. Dabzulab qilgan nazrlarni shu zakat hisoblabdi. Tamasha bormi ekan? Yiq. Nahayat yiq. An aladigan kimlar? Berishni va deb uqildimi? Kimga beramiz? Abdustajim basbas partisapın olgandan keyin etini nima Abdus Maqsimaji aşiren basik udullaşıp ketip pulumuz diyeyek. Radarda qarlab atqandek cennetning qap o'tirishdi bu pul. Hozir shu damallam, mahsum, xaltam, ishonam hazratim. Ma oyat u yo'q. Innamas sadaqat lil fuqara val masakin. Sadaqadan murad zakat dedi. To'xtagan yeri shuki deydi. Fakirlarga. Men dedim, "Ey fakir deb qo'ysin, nindami? Shukurammi?" Ha? Nindaymi? Og'zini chaqat gap qiladi. Fakir qalamda desa o'zim. Pul vas ajab olmadi, rahmat. Xudo sektir jannatni azobasi. Xosirat meniki, boyliqim rasmi, kambag'alliqim rasmi? Ha? Demak, bizda mana shu. Fakirni bilamdiq. Fakir kunlik narsaga ega bo'lmagan kishilar. Kafolat qilgani bo'lmaydiganlar. Val masakin tug'ay yerlar uning makoni. Mush yo'lni shunda o'tib ketib, masalan, avtobus shunda o'ngimizni qo'ysak, uni meniki deyalamdiq. Ha? Makonimiz yo'q u yerda. Makonimiz yo'q. Miskin degan tug'ay yeri o'zining. Midraydigan, kutu midraydigan u ayoniki. Uqildiq deyman. Val amilina alayha. Amil zakatga o'zi ilmlik. Masalan, buxgalter deb baqayliq. Hisobotni to'liq xabar bor, ammo o'zining iqtisodi kam. Mana mush kishini ashi boy bo'lgan odam ish qilib turib, o'zining zakatini mush kishiga bas bo'ladi. Qur'onning hukmi bu. Val muallafati qulubuhum. To'tingiz. Muallafatul qulub. Ya'ni davalg'ib qolgan, paydosa masjid loq keladi. Masjidga bo'lmagandikinlar bu masjidni to'lamaydi. Minnet emas, hozir qandaqdi jamoatni ziq olib ketishdi. Namoz yo'q. Namoz yo'q. Xalqning bagini xalqning, lekin bu yerda mat yeyishni qarab yeysak bo'ladimi? Muallafatul qulub degan davalg'ib qolgan. Mush dinga kiraymi, kirmaymi? Agar shu kishi mush manfaatimiz chiqsin desa, biz zakat chiqib, ashadam biz shuni qutuldiramiz. Islomning ishida qilish. Bu pulni shularga ishlatilgan pul bu. Shuning uchun bu zakatni akşamı çıkıp özünün iffet namusatlıqlarla bağımı yok işimizde. Mana muşuları beriş, şularını yığılış bizim vazifemiz. Zakat şularga lazım. Yani bunu yandaştırıp bir get, ölüm alının mingen etinin takısı altından olsa ölüme yemiz bulunmaydı. Anlamış ya bunu. Mana mavu Allah karşı meydana çıkarlığı bizim zatının. Mana bu Yahudi tarafından yazılgan kitabının ki teşvikat, tergibat. Yol yorudu. Xudayim anda davasa manın kitabıda ölüme bolsun. Ölümanın mingen etinin takı. Ay takısı kakkan takısı altından bolsun mu ölüme yis buludu duruz. Müslüman mükemmel. Ha? Hangi şekilde Müslümanlar biz? Xudo nimda o'tadi, men nimda aytaman demaydi. Shuni gepimda adab qiladi. Yana bizmi desa, nim deydi? O'sha kitobida bor. O'lima yemay qandoq qiladi? O'lima jiq umrini o'qiyman deb ilmni sarflatgan. Kim shuni o'qidi? Xudo shuni o'qitdi va ash Xudo baqidi meni. O'sha xalqni qilni so'rayman degan gap bilan baqqanmi? O'qigan o'qishmi? Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslima. Ilm o'qish yani bizde uyantırsın ayalgı farz. Ayalgı farz. Şu ilimni mana biz yaptırıp okuyumuz, okutup ayalgı yeyimiz müşün davetimize. Kulasa zakatni biz aynda daval kılıp kalgan. Özününki insani şerefini, insani hürlikini, özünün şahvani nefsini kandırış, ya ki turmuşu ötküzüş için aslında kurban kıygalını biz kutuldurup gelişmiş zakatın asas felsefesiymiş. Mekke'nin Medine'ye gelgen hizmet kıygalının içinde türlük nimeler kelgen kişiler vardı.
Bunu ben kim dep bermen? İnnemel a'malu binniyat bu ayakçılık. Rasulullah muş zakattan düşken, soqışdan kelgen vaqtda ilingan g'animat taqsim qilgan vaqtida ansarilar yeshindamidi. Bütün taqsirganni Mekke'den kelgen muhacirlar deydi. Muhacirlar bad. Ahiri chidiyamay Mekkelik, Madinaliklar, ansarilar. Ansar degan Rasulullah'a yardım bergichilar. Yani öz Madinada turib Rasulullah Mekke'dagi vaqtida qo'llagan. Ya Rasulullah bu özünüzün jutqini nim qildingiz siz? Jut beraskansiz degan Rasulullah kuldi. Hay birodar, ma birodarning ishi jiq ishidan kelganlar. Hatto hijrat qilib ko'chib kelgan vaqtida ikki xotni olib birini taloq qilib, birini shu xotni yo'q kelganligi bergan. Ikki o'ylari bor edi, birini baka qilib, birini shu muhojirlarga bergan. Bu manfaatni anglagan bizdagilar endi boshqa vaqt yo'q, ishlar yugurib keldi Allah. Madinaga borsak o'ldirdikan, xotin bergan qizlarimizni asha ko'rib. Deb qilganda Rasululloh nim dedi? İnnemel a'malu binniyat ve innema likulli imri'in ma nawa faman kanat hicratuhu ila Allah fa hicratuhu ila Allah ve rasulih. Ve men hacera ilayha yusibuha abim ra'atin yankihuha. Allah üçün hicret qilganlar Allah üçün Allah'ın Resulü üçün hicret qildi dedi Rasulullah. Endi Madinaga borsak jambaqa deganmiz deganlar dunyo uchun. U o'zining orzusiga yetdi. Agar borsak xotnat turdi ekan degan kelganlar xotnalda tugashdi. U hijratning savobi bo'lmadi dedi. Shuning uchun dediki Rasululloh, sizga bermaslikni sabab sizlar yerlik, Mavlana uchun nurg'un ishlar va g'arazlik, maqsadlik kelgan. Ening uchun o'sha zakot va urushdan ish kelgan. G'animatni va mol taqsim qildi sizning ko'nglingizni. Sizlarga Alloh berdi dedi. Men kafarat qilamanki Allah sizga berdi, Allah sizni bayqilgan. Mening mushakkilishimmi sizning vataningizga? Sizga Allohning qilgan rahmati deganda ya Rasululloh biz tavba qildik. Biz o'zimizning nafsani orzuyimizni deb qopdik sizga. Afiqislar dedi Rasululloh. Demak muallafatul qulub daval qilib qolganlar. Rafir riqab qulluq pulga setib qolganlar. Bularga berimiz. Val g'arimin puli talang bilan ushirgan, talafat deb yo'qolish ushirgan, kuyib ketgan yoki o'g'rilib olgan yoki muhindaq puldan ayrilib qolganlar. Va fi sabilillah Allohning yo'lida o'zining narsasini berib o'tib, o'ziga bir nima qilmaganlar. Va bil sabil ko'chada qolganlar. Damallan bormi ekan o'shida? Maqsim bormi ekan? Ha? Kim bor ekan? An mushular berdi ekan, zakat ado bo'lamdi ekan. Ma biz aldım sana Allah'a, damallamlığa, naqsimlığa, hazretimliğe, pirimliğe. Muşu 8'den iş bitiken fakat dürüst emas. Dürüst olmagan diken ada qilgan bo'ldimi zakatni? Zakat ada qilinmadi. Ada qilinmadi. Demak 8 manba berdigan. Faqir, miskin, iqtidorlik, o'zi ilmi bor, ammo iqtisodi yo'q. 4-inchisi dinda daval qilib qolgan. 5-inchisi pul, 6-inchisi talang bilan ushtirgan, 7-inchisi Alloh yo'lida bir narsani berib o'tgan, o'ziga qolmagan. 8-inchisi yo'lda qolgan yetim yesir bolalar. Mana mushuningdan boshqa berdi ekanmiz, zakat ado topmaydi. Yana qaytqanda yana takrorlaymiz. Ash 20 misqal oltindan 20 misqal ba degan Xudoyimning gapini anglamay, yana shu zakatga hiyla qilgan kishilar Xudoga nima deydiganligini o'ylab baqsa bo'ladi. Shu o'ylab baqsa bo'ladi. Bugun arqaysizlik mening anglatgan gapim o'sha Val Asr surasining tafsili tarjimasi kelajakda uni o'rganimiz Xudoyim bo'lsa. Yana shu iftorning yerdim deb qo'yman. Kun patadi ekan, kun o'tdag'anligi ma'lum bo'lib qaytib chiqish imkoni yo'q ekan. Patdi degan gibi istaqisak bo'lib buni soat ketmaydi. Endi havo bulut qilib qolganki, tuningki vaqtda ushursiz soatga muhtoj bo'lamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Vallohu yad'u ila daris salam va yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bismillahir rahmanir rahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ulug' Parvardigor, biz dargohlarga mush qilgan ibodatlarimizning qabul bo'lishi haqida biz iltijo qilamiz. Ulug' Parvardigor, ikkinchi mushu o'qilgan oyat kariminingki javobida biz o'z ishimizni tashlab dunyoning arzu havaslaridan nafsimizni kesib biz o'z baytlariga kelib biz 2 rakat ustimizdagi namozni ado qilgan bo'ldik. Ulug' Parvardigor, lekin haq bilan ado qilolmadik. Ulug' Parvardigor, biz bu haqda to'limi ma'yus to'limi biz izzat tatliq, ya'ni biz xijillik. Ulug' Parvardigor, namoz bo'lgan ekan namozga loyiq o'qishimiz lozim edi. Ening uchun bundan keyin biz namozimizdagi tushunchani orttirib o'zlari loyiq bo'lgan ibodat bilan shug'ullanishimizga isti'onat yordam so'raymiz. Ulug' Parvardigor, uchinchi bugün cümüşün kelgan istilerin içinde nurgullar yaş farzandlar muşlarga muş İslam dinidan yani imanning ne ekanligini shularga bir tam bir lazzat ato qilgayli. Ulug' Parvardigor, ko'pincha qarindoshlarimiz dog' so'g'oq yerda o'tadi. Ulug' Parvardigor, biz keginda o'tgan bilan shularning bo'libmi dog' yerda so'g'oqda o'tirib chirab turib mush ibodatga bardoshlik berganligi uchun shularni benasib qoldirmag'in. Ulug' Parvardigor, axirda biz dargohlarni talab qilamizki dunyoda yaxshi o'tgan oxiratda shu yaxshi ato qilgayli. Ulug' Parvardigor, dunyoda bir falokatchilikka dushvorlikqa biz duchor bo'lgan bo'lsak buni oxiratga sangilatib oxirat so'rab olmasligimiz uchun dargohlardan mag'firat lutf ihson tilaymiz. Ulug' Parvardigor, qilgan qulligimizni o'zlariga qilgan e'tiqodimizningki zoya bo'lib ketmasligi uchun dargohlarimiz hamon yon iltijo qilaylik. Ulug' Parvardigor, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.